Qadrli kuzatuvchilar, juda ko'pchilik bizlardan PVC quvurlarning butlovchi qismlari ham mavjudmi deb so'rashadi. Ko'rib turishingiz mumkin, bizlarda 50 diametrdan to 250 diametrgacha barcha butlovchi qismlar mavjud. Turkiyaning Pintaj korxonasidan bir-biriga kilaylab ulanadigan PVC zapchastlarni ham bizlar birinchi qo'l sifatida olib kelamiz. Xo'p, ko'rishingiz mumkin, kranlar o'zining maxsus kranlari kilay bilan qotiriladi. Xo'p, 50 diametrdan to 110 diametrgacha mavjud. 110 dan yuqoridagi katta diametrlarni esa o'zining maxsus koliflansi bilan katta zatvor kran bilan ulash imkoniyatiga ega bo'lasiz. Xo'p, katta quvurdan kichkina quvurga o'tish uchun perihodlar ham mavjud. Eng katta razmer 250 diametr bo'lsa, eng kichkinasi 50 diametrgacha mavjud. Bu ham o'zining maxsus kilay bilan ulanadi. Adapterlari, tashqi rezervalik va ichki rezervalik adapterlar ham mavjud, ko'rishingiz mumkin. Ushbu adapterlar 110 dan kichkina razmer 63-50 diametrgacha mavjud. O'zining maxsus kilayi ko'rishingiz mumkin. Pintaj korxonasiga tegishli. Bizda 1 kilo hajmdagilari mavjud. Bundan tashqari koliflanslari 50 diametrdan 250 diametrgacha bo'ladi. Xuddi shunday ko'rinishda. Traynigi ko'rishingiz mumkin. 50 diametrdan 250 diametrgacha mavjud. Bundan tashqari traynigning inegal ko'rinishlari, ya'ni perihodli ko'rinishlari ham mavjud. Masalan, ikkita tomoni 250 lik ketgan bo'lsa, bir tomoniga 125 lik, 160 lik perihodliklari ham mavjud. Buni ham razmerlari mavjud. Xo'p. Ikkita quvurni bir-biriga ulash uchun muftalari ham mavjud. Ko'rib turishingiz mumkin. Aytganimizdek, bular ham kilay bilan ulanadi. 50 diametrdan to 250 diametrgacha mavjud. Xo'p. 90 graduslik, 45 graduslik burchaklarimiz ham mavjud. 50 diametrdan 250 diametrgacha. Xo'p, keyingi mahsulotimiz kristalina hisoblanadi. Kristalinalar 110 diametrdan boshlanadi. 110 dan to 250 diametrgacha mavjud. Xo'p, turbalarning oxirini yopish uchun zaglushkalar ham mavjud. Bular ham 50 diametrdan 250 diametrgacha mavjud. Kimga agar xuddi shunday sifatli tomchilatib va yomg'irlatib sug'orish uskunalari, PVC quvurlarga tegishli butlovchi qismlar, PVC quvurlari kerak bo'lsa, bemalol Turboplast korxonasiga murojaat qilsangiz mumkin bo'ladi.